Ayollarga erkaklarni yoqqan tomoni bu pul yo bo'lmasam haligi tashqi ko'rinish emas. Bu ozgina o'ziga ishonch bilan va haligi чувство yumori, hazillasha olish qobiliyati. Shuning uchun chunki hazillashganda ayol kishi kulgan payti u haligi ehtirosga berilishi ozgina osonroq bo'ladi. O'shaning uchun qiz ayollarga mana bu haligi stand-uplarni tomosha qilish, bizda misol nimalarga, shoularga qizlar juda ko'p keladi. Stand-uplarga, boshqa nimalarga. Kompaniya bo'lib keladi, boshqa bo'lib keladi. Shuning shunaqa. Tashqi ko'rma bir xil bo'y uzun bo'lsin deydi. Men ham litseyda o'qigan paytim o'sha keraksiz savollarni berardim-da. O'g'il bolani qosh qalin bo'lish kerakmi, kiprigi uzun bo'lish kerakmi? Bo'ldi qilib bu narsani so'rashni. Bu to'xtatish kerak. Bunaqa keraksiz fikrlar bilan o'zini qiynash kerak emas. Misol uchun shunaqa vaziyatlarga o'zim ham duch kelganman. Yigit baland bo'yli, chiroyli, haligi baquvvatda biz ishlagan nimada kafeda kelardi. Yangi ishga kelgan bola. Anu qizlar anu yigitning oldida 2-3 kun girdikapalak bo'lib aylandi rosa. Aylandi. Keyin bo'ldi anu bolani qiziq qolgani yo'q. Bu yerda shunaqa tomoni ham bor, odam og'zini ochib gapirmaguncha hurmatni ushlab turgan bo'ladi. Chun ming chiroyli bo'lishi mumkin, bo'yingiz baland bo'lishi mumkin, lekin haligi o'ziga bo'lgan ishonchingiz baland bo'lib, чувство yumora qila olmasangiz, bu sizga o'sha berilgan sizdagi hech kim olib qo'ya olmaydigan xislatlar, jihatlar. O'tmanaman degan ayolni kerak bo'lsa ko'nglini ola olasiz. Mana shunaqa.